İtaliyaga yetib keldik. Havo juda ham issiq. Mana hamma shu Italiyaga sayohatga ketsalar borib tusholmaysan. Abi havo issiqmagan. Вообще issiq ekan. Lekin yoqimli issiqda baribir. Germaniya zaxlab ketdi odam. Mana Jamshiddan mazza qilib sayohatga ketyapti. Bog'dorchilikka qarangizlar. İtaliyada parkovkaga to'xtadik mana. Zapravkadagi narxlarni qarangizlar. Ketdikmi? Jamshid sayohat qanday bo'lyapti? Issiq-ku. Mashinani zapravka qildik. Oynalar tozaladingizmi? Mana bu mashina salarkan juda kam yer ekan. 4 litr yeyapti 140 haydasam. Mana balki 38 litr ekanmi? 40 litr ekanda balki 64 euro bo'ladi. Introdurre il biglietto. Ok. Introdurre il denaro o la tessera. Avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Prego attendere validazione. Ketdi, okey. Birinchi qani Jamshid? Bitta tashlab chiqamizmi? Tashqaridan. Lekin mana shu unaqa joyga o'xshamaydi. Ha. Qolgan umrimni shu yerda o'tkazsam ham rozi edim. Mana bunda yotib. Ha, mana shu yerda yotib, mazza qilib. Oy, dahshat вообще. Dammi, san dam. Abi nima deyapti bu? Zo'ra. Вообще dahshat. Sardor bu yerda hayol surib turibsiz. Qayerga? Bu yer yoshligingizda kino ko'rib juda nima qilgan bo'lsangiz kerak, Gladiator filmini. Gladiator filmi mana shu yerda olingan hisoblanadi. 3 ta joyda olingan mana shu qishloqda. Bitta ssenariyni bitta joyida mana shu yerda o'g'li pastga yugurib tushayotgani ko'ringan. O'sha yerni yoshligimizda ko'rganimizda odamni qandaydir niyat qilganman, o'sha narsani ko'raman qachondir ko'zlarim bilan deb, o'shanga hozir o'ylanib yoshligim esimga tushib ketdi. Do'stlar, mana yoshlikda orzu qilgan ekan Sardor. Orzusi amalga oshib, mana shu kino olingan joyga yetib keldik. Ko'rsatib yuboring.